Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari, biz Namangan shahar Chust tumanidagi bitta xonadonimizga 50 kilovatli quyosh panel stansiyasini o'rnatdik. Hozir shu o'rnatilgan quyosh panel stansiyasini ayog'imizda zazimlaynasi turibdi. Shu zazimlayna qismini shu qizyapmiz. Yaqinroq kelsangiz. Hozir bizda mana shunaqa yangi qurilma sotib oldik. Bu qurilmamiz nomi Victor 4105A tipdagi zazimleniya tekshiruvchi qurilma. Bu qurilmada hozir biz oyog'im tagida turgan zazimleniyani tekshiruvdan o'tkazyapmiz. Test jarayonlarini boshladik. Hozir tekshiruvdan o'tkazamiz. Hozir bu bizda ohmda tekshirilyapti. 0.5 mega ohmni tashkil qilyapti. O'zi tekshiruvlar natijasi qancha kam bo'lsa shuncha yaxshi. Zazimleniya 0.4 kilo ohm bo'lsa standart bo'yicha yaxshi, 0.5 ham yaxshi. Qancha oz bo'lsa shuncha yaxshi. Kimga shunaqa tekshirish xizmati kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Shu nomerlarga menga aloqaga chiqsalaring, borib tekshirib beramiz. Har qanday zazimleniyani sifatli va chiroyli qilib obuna bo'lish esdan chiqmasin.